Assalomu alaykum. Biz kuchlidamiz. Kuchli bolalarga xabar mana. Nefti bazadan 4 kilometrcha o'tganda kuchlida 1 gektar yerimiz bor. Parnilar qilingan, mana temirlari turibdi. Devorlari shlaka blok bilan o'ralgan. Mana bu yoqda molxonalari bor. Chorva boqishga. Mana kimga qiziq aloqaga chiqinglar. Sotilyapti. O'zimizni, yaqinlarimizni joyi. Bu anta darvozasi. Parniga ham juda katta qilingan. Mana kimga qiziq shunaqa 1 gektar joy olaman deganlar bo'lsa, egalarining nomerini qo'yib qo'yamiz. Mana chorva boqishga tayyor. Joylar qilib qo'yishgan ekan, baraka topishsin. Narxi ham zo'r, shikolat narxlarda. Rahmat hammanglarga.